Hurmatli obunachlarimiz, bugungi obzorimiz Buxoro shahar geofizika yo'l yoqasida birinchi liniyada joylashgan 5 etajga domimizning ikkinchi etajda Yevro ta'mirda ta'mirlangan 3 xonali kvartiramizni obzorga keldik. Kvartiramizni obzorda ko'rsatib, obzor davomida qolgan ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. O'tirgan xonamiz bolalar xonasi mo'ysha bo'ylar bilan ta'mirlab qo'yganlar, chiroyli lyustracha va gipsokardonlar bilan uzor berganlar, jaluzi pardachalar, alyumin qavurg'alar qo'yilgan qadrdonlarim, oyoq ostlarimiz laminat qilingan, MDF eshiklar qo'yilgan qadrdonlarim. Ana bu esa bizning katta kengina perxo'ja qismimiz. Perxo'ja qismimizga xohlasangiz perxo'ja shkaf qo'ysangiz ham bo'ladi qadrdonlarim. Bu yoq ham dekorativ ishlab bo'lingan, mo'ysha bo'ylar bilan ta'mirlab qo'yganlar. Ana bu esa bitta xonamiz. Ikkinchi xonamiz zal, mehmonxona desak ham bo'ladi. Mehmonxonamiz ham cho'tka remontcha qilib qo'yganlar. Patologlar, gipsokardon qilib, chiroyli lyustrachalar, jaluzi pardalar. Mehmonxonamizda ikkita treza bor qadrdonlarim. Ana bu esa alyuminiy radiatorlar qo'yilgan, oyoq ostimizga qo'llar tashab qo'yilgan qadrdonim. Obzorimiz sizlarga ma'qul kelmasa like bosishni ayamang. Ana bu esa bizning hojatxonamiz patologgacha kafil qilib qo'yganlar. Ana bu esa yuvinish xonamiz ham patologgacha kafil qilib qo'yganlar. Proyektimiz ikki tomonlama proyektimiz. Bu territoriyadan bironta do'stlaringiz, yaqinlaringiz uy qilib yurgan bo'lsa, bu obzorimizni do'stlaringizga tarqatishingizni so'rab qolamiz. Ana bu esa 3-xonamiz. 3-xonamiz ham Yevro ta'mirda ta'mirlangan, chiroyli lyustrachalar, jaluzi pardalar, gipsokardonlar bilan uzor berib, televizor ostimizda dekorativ ishlar qilib qo'yganlar. Ana bu esa kattagina, hurmatli opa-singillarimiz sevib ishlaydigan kuxnimiz. Kuxnimiz ham kengina, kontur kotel qo'yilgan. Bu yerda isitish sistemasi muammo yo'q, lyustracha osib qo'yilgan. Bu yoqqa ham gipsokardonlar bilan uzor berib, kuxni garnitur qo'yilgan qadrdonlarim. Ana bu yerda gaz plitasi, vitishkasi bor. Ana bu yerda esa ortiqcha balkon joyi bor. Bemalol bu yerda chiqib o'tirsangiz bo'ladi. Qarang, plashatkamizni qarang, bu yerda bu farzandlar chiqib mazza qilib o'ynab o'tirishga sharoitcha qilib qo'yganlar. Havosi вообще zo'r. Hurmatli obunachlarimiz, Feraz agentsiyada obuna bo'lishni unutmang. Kvartiramiz narxini u yoq bu yoq kelishib 35 ming deb baholayapmiz. Yana savdolashga zarurchasi bor. Xohlasangiz naqd pulda, xohlasangiz ikkilamchi kredit asosida rasmiylashtirib beramiz. Pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz, bizda aloqada chiqishlar so'rab qolamiz. Shu territoriyadan bironta yaqinlaringiz, do'stlaringiz uy qilib yurgan bo'lsa, bu obzorimiz do'stlaringizga tarqatishni so'rab qolaman. Feraz agentsiyada obuna bo'ling. Sog' qandashang, shu kvartiraga kelib yashang. Omon adroda omon bo'ling qadrdonim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, like ni zamancha qiling.